Assalomu alaykum barcha internet foydalanuvchilari. Hozirgi kunda pm.gov.uz O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri virtual qabulxonasiga aholidan arizalar, takliflar va murojaatlar tushishi ko'paymoqda. Biz yoshlar tashabbuskor guruhi ushbu portal va undagi murojaatlar natijalarini o'rganib, sizlar bilan bo'lishishga qaror qildik. Natijalardan avval murojaat qilganda nimalar qilmaslik kerakligiga e'tibor beramiz. pm.gov.uz portaliga murojaat qilganda bir qator qoidalarga amal qilish kerak. Birinchidan, jismoniy shaxs sifatida murojaat yo'llasangiz, familiya, ismi sharifingiz, yashash joyingiz to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan va murojaatingiz mohiyati bayon etilgan bo'lishi shart. Yuridik shaxs sifatida murojaat yo'llasangiz, yuridik shaxsning to'liq nomi, uning joylashgan joyi, pochta manzili to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan va murojaatning mohiyati bayon etilishi talab etiladi. Ikkinchidan, alohida e'tibor bering. Tuhmat, haqorat so'zlar ishlatilgan va yolg'on xabar beruvchi murojaatlarni taqdim etish mumkin emas. Uchinchidan, shuningdek, quyidagi holatlarda murojaatlaringiz rad etilishi mumkinligini eslatib o'tmoqchimiz. Odobsizlik mazmunidagi murojaatlar, uyatsiz yoxud haqoratli iboralar, tahdidlar, mantiq va ma'nosi bo'lmagan takliflar va shunga o'xshash murojaatlar. Murojaat matnida tushunarsiz qisqartirishlar yoki reklama materiallari mavjud bo'lgan, tarkibida aniq arizalar, shikoyatlar va takliflar bo'lmagan murojaatlar. To'rtinchidan, shuningdek, foydalanuvchining bir necha bor bitta masala bo'yicha javob berilgan murojaatni qayta yuborilganda agar unda yangi vajlar yoki holatlar keltirilmagan bo'lsa, ko'rib chiqilmaydi. Anchadan buyon hal qilinmayotgan muammolarga virtual qabulxona orqali yechim topilmoqda. Bizning maqsadimiz yoshlar, tengdoshlarimiz ham ushbu jarayonda o'z muammolari va takliflari bilan murojaat qilishlarida faolroq bo'lishlariga erishish. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri virtual qabulxonasiga quyidagi yo'llar bilan murojaat qilish mumkin. pm.gov.uz ushbu telefon raqamlari va O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining hududdagi bo'limlari orqali. Albatta, murojaat qiling. Keyingi sonda portal orqali hal bo'lgan turli xil muammoli murojaatlarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishguncha